Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizga Mehrobjon kelibdilar Samarqand shahardan. Eslaringizda bo'lsa, 10 kun oldin operatsiya qilgandik. Gemoroy masalasi bo'yicha ham tashqi ham ichki gemoroyni zamonaviy usulda olib bergandik. Bugun bizlarni xabarga kelibdilar. O'zlaridan so'raymiz, shu 10 kun qanday o'tdi bu kishida? Aytingchi Mehrobjon, mana shu 10 kun davomida mana siz uyda bo'ldingiz. Qanday shu 10 kun o'tdi operatsiyadan keyin? Operatsiyadan keyin 10 kun nimasi og'riqni sezganim yo'q. O'zimni yaxshi his qildim. Hammasi yaxshi o'tdi. Mana hozir Xudoga shukr, hammasi yaxshi, og'riq bezovta o'tmayapti. Mana shu uchun sizni o'zingizga rahmat aytgan keldim. Hammasi yaxshi, hech nimasi yo'q. Og'riqlar yo'q, qon yo'q, chiqishi har kun hojatga chiqasiz bemalol. Kuniga 3 marta bo'lyapti hozir. Undan oldin 2 kunda 1 marta edi. Hammasi yaxshi, og'riqda ham yo'q. Bu eng asosiysi. Bitish jarayoni ham sizda juda yaxshi ketyapti. Ishga qaytdingizmi? O'sha bemalol yuryapsiz, ishlayapsiz. Siz safarga ketmoqchi edingiz-a? Qaysi shaharga? Yevropaga, Gollandiyaga. Yevropa, Gollandiyaga bemalol uchsangiz bo'ladi, o'sha ishga qaytsangiz bo'ladi. Siz sizda hammasi yaxshi. Rahmat sizga, barqaror hammasi yaxshi. Meniki ham uzr. Sizlar ham kelinglar. Sizlar doim sog' salomat bo'ling. Rahmat hammalaringizga.